数学小分队。Yilov tağının sesiq puraqlıq qızılmuchi. Va. Ey, men seni tutub aldım. Govo. Men seni qo'qlagan vaqtda sen bekrak tovlamsan. Yoki bo'shroq tovlamsan. En yaxşısı pasakda olsam bo'g'idek. Chiqiriq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Chiqiriq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Hey, bu Gilov tag'amkan. Teshmo Gilov tag'am. Yaxshimisilar? Men hozir cho'q bir avarchilik yo'liqdim. Anglamoqqa shundoq turadi. Haqiqatan bak eg'ir Leyli. Bu cho'ng avarchilik. Chunki bu sesiq puraqli qizilmuch bilan munosabatlik. Nemish bo'ldi? Mening bir tup sesiq puraqli qizilmuchim faqatla o'smadi. Qaraganda men bu qatam qizilmuchdan faqatla o'sla olmaydigan o'xshayman. Andish qilmang Gilov tag'a. Biz sizga sesiq puraqli qizilmuchingizni o'stirib beralaymiz. Rasma? Rahmat sizlarga. G'alati maxluq matematikasi o'siblik o'sishga yordam qilalamdi. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarimiz so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Raqamli maxluq keldi. Bugun g'alati maxluq matematika askarimiz so'zidan ikkisi bor ekan. Ular bo'lsa ko'p va az. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ko'p, az. G'alati maxluq matematika atritidagilar, biz Gilov tag'ini qishig'i berib, sesiq puraqli qizilmuchning o'sishiga yordam qilaylik. Buncha tez yetib kelganinglardan bak xo'sh bo'ldim. G'alati maxluq matematika atritidagilar. Sizlar menga sesiq puraqli qizilmuchimning nima uchun o'smaydiganligini aniqlab barsanglar bo'ladi. Qaramaqa normal o'sibdi-ku. Bu tip emas, Makis. Ana bu tip. Yupurmoqi yo'q-ku. Birinchi tip nihoyat yaxshi o'sdi. Men bu tipda nurg'ilgan sesiq puraqli qizilmuchlardan hosil oldim. Biroq bu qizilmuchlar qizilmuchga yam qilishga yetmaydi. Men yana ikki sevat qizilmuchga ehtiyojliq. Nemishqa bu qizilmuch o'smaydi? Men bildim. O'simlik doim sayliqib tursa, ondan o'sidi. Bek o'tgansan Govo. Hayvonlar sayliq qiladi. O'simlikning sayliq qilganini ko'rganmisan? Men o'simlikning nimaga ehtiyoji bo'lganligini bilaman. U bo'lsa sovuq Gilov tag'a. Siz bu tipda sug'organmidingiz? Albatta sug'organdim. Suv quyishganikin taxi oviya qo'yib qo'ygan. Amsa nimishqa bu tip qizilmuch o'smaydigan-da, Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'p va az. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3. Ko'p va az. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bu g'alati maxluq velosipedi nihoyat yorg'in ko'rinadi. Uning baloni maqchib qapti. Ko'rdinglarmi? Hozir bir gal urdigan g'alati maxluq kelib oldi chaqqa bir qatim gal urdi. Biroq balondagi yal yetarlik emas. Ikkinchi nomerlik yal urdigan g'alati maxluq kelib yana bir qatim yal urdi. Uchinchi nomerlik yal urdigan g'alati maxluq kelib yana bir qatim yal urdi. 1 2 3 qatim yal urildi. Hozir kayni chaqqa yal urish kerak. Bir qatim yal urildi, yetarlik emas. Kayni chaqning yili oldi chaqnikidan az. Yana bir qatim yal urayli. Ikkinchi nomerli g'alati maxluq yana bir qatim yal urdi. Biroq kayni chaqning yili oldi chaqnikidan yana az. 2 qatim yal urg'ini 3 qatim yal urg'indan az. Shunga yana bir qatim yal urayli. Hozir har ikkili chaqning yili yetarlik bo'ldi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani. Biz hozir asl ma'nosini bilib oldik. To'g'ri, Lili. Bizda ikki narsa bo'lsa, birisining soni yana birisining oz bo'lsa, undaqda bu narsaning soni oz bo'lgan bo'ladi. Qaraganda
Mana matematik ko'rish ekrani bizga bu tipdagi ma'lum narsadan yana bir tipga qaraganda oz ishkanligini demakchi o'xshaydi. Oz degan matematik bilim bo'lgan ekan. Biz birlikda g'alati mablag' matematik o'qimini ishlataylik. Tag'an, siz bu suv quyish chayniki bilan qizilmushni sug'urgan bitdingiz? Shundoq, men uningga bir chaynak suv quygandim. Undaqda yana bir tupga qanchalik suv qo'ygandingiz, Gilov tag'a? Esimda yo'q. Berib qarab baqayli. Hey! Bu yerda bir qancha suv quyish chaynaklari bor ekan. 1, 2, 3 chaynaklar bilan bir top sesiq puroqli qizilmushni sug'uribsiz. Biroq siz bu o'smagan sesiq puroqli qizilmush tupiga oralab bir chaynak suv qo'yibsiz. Matematika aytadigilar bu nimdir derak berdi. Bildinglarmi? Ha, bu tüksünün miqdori outnikidan ozgan. To'g'ri, bu tüpda sug'urishga ketgan suv oz. Oralab bir chaynak suv qo'yilibdi. Biroq bu tüpga 3 chaynak suv qo'yilibdi. Sho'ng biz bu tüpni o'stirish uchun yana bir tüpnikiga o'xshash miqdordagi suv bilan sug'urishimiz kerak. 3 chaynak suv qo'yishimiz kerak ekan. Mening boshqa suv quyish chaynaklarim o yerda. Ha, bulayla Markes, berib chaynaklarni ep kelaylik. Oho! Voy tötla. Bo'ldi. Men ep keldim. 3 chaynak suv. Mana. Matematika aytadigilar tayyorliqlar bitdimi? Biz bu o'smagan sesiq puroqli qizilmush tupiga suv qo'yib baqaylik. Suv qo'ygandan keyin qanday o'zgarish yuz berdi? Mana keldim. Birinchi chaynak suvni qo'ydim. Vah, onun qaranglar. Ikkinchi chaynak suv. Qaranglar, sesiq puroqli qizilmush o'sib chiqdi. Qaranglar, sesiq puroqli qizilmush pishib yerga tushdi ekan. Eng og'ir suvni qo'ygan Markes. Uningga 3 chaynak suv qo'yishimiz kerakdi. Esingda bordi? Untib qag'ili tas qapti menga u. Nimish bo'ldi? Eshib qolgan sesiq puroqli qizilmushlar sakrab tushish u yoqda tursin. Suvlashib qoldi-ku, ha? Qizilmushga ham qilishga bu qizilmushlarning hammasi kerak bo'ladi. Bular nima ish sakrab tushmaydi-qanda? Raqamlik maqtuqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maqtuq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'p va oz. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1, 2, 3. Ko'p va oz. Bu g'alati maqtuq nisbatidan yana chataq chiqdi. Uning baloni maqchiyib qopti. Biz hozir 3 qatim yil ursak balonning asli keldiganligini bilamiz. Aldı chaqaga yil urilib bo'ldi. Endi keyni chaqaga yil uramiz. Bir qatim urib qo'ysaqli bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Yana 3 qatim yil uramiz. Bu mumkin emas. Biz birlik sanab baqaylik. 1, 2, 3 qatim aldı chaqa yil urildi. 1, 2, 3, 4. Biz ehtiyojli bo'lganda ko'p bo'lib ketibdi. Keyni chaqning yili aldı chaqnikidan ko'p bo'lib ketibdi. 4 bek ko'p. 3 bo'lsa da bizning ehtiyoj bo'lganimiz. 4 3-dan cho'ng, shunga keyni chaqning yilini ozlataylik. Endi aldı keyni har ikkala chaqqa o'xshashda 3 qatim yil urilgan bo'ldi. G'alaba qildik. Va! Rahmat sana g'alati maqtuq matematika ko'rish ekrani. Biz asl ma'nosini bilishdan sirtgani ko'pning ma'nosini bilib oldik. Ba'zi vaqtlarda pek ko'pmi? Yaxshi bo'lishni atayin. Balki matematik ko'rsatish ekrani bizga Golov tog'ining bir tip qizilmuchiga suv ko'p qo'yilib ketibdi deb atqa o'xshaydi. Biroq biz uningga 3 chaynak suv qo'ygan tursak, shundoqda. Sizlar shu matematika aytadigilar, biz tekshirib baqaylikmi? Emsa, biz bu qizilmush tushgan sesiq puroqli qizilmush tupiga qancha chaynak suv qo'yganligini sanab baqaylik. 1, 2, 3. Bu normal o'sgan sesiq puroqli qizilmushga jami 3 chaynak suv qo'yilibdi. Endi biz bu normal o'samagan sesiq puroqli qizilmush tupiga zali qancha chaynak suv qo'yilganligini sanab baqaylik. Ko'pchilik tayyorlig'ini bitdimi? Sananglar. 1, 2, 3, 4. 4 chaynak? Bu qandaqsigi mumkin bo'lsin? Biz faqat 3 chaynakni suv qo'ygan tursak. Sizlar kelishdan burun men 1 chaynak suv quygandim. Esinglardan chiqib qoldimi? Biz qo'ygan 3 chaynak suv bilan sizni qo'ygan 1 chaynak suyingizni qo'shsak, sizlar qancha bo'ladi? 4 chaynak suv bo'ladi. Bundan ko'rilishi bo'ldiki, normal o'salmagan sesiq puroqli qizilmush tupiga qaraganda normal o'salgan qizilmush tupinikidan 1 chaynak ortiq suv qo'yilibdi.
4 çeynek, 3 çeynek su qaraganda ko'p. Undaqda biz bir chaynak suvni azlatayli. Men qilay. Matematika atritidikilar. Men bu bir çeyrek suyni ep ketay. Qaranglar, bu yerda 1, 2, 3 çeynek bor. Bu yerda 1, 2, 3 çeynek bor. Endi har ikkala tubga qo'yilgan suvmi oz emas, ham ko'p emas. Qo'yilgan suv o'xshash bo'ldi. Ha, tez qaranglar. Siz qıpıraqlı qızılmış sakrab tushdi. Oo. Bek sakrab tushdi. Yaxshi qildinglar, Xalit maxluq matematik atadikilar. Biz Gulofdovning siz qiraqda qizilmochning o'sishiga yordam qila oldik. Biz ko'p va oz matematikning ma'nosini bilgandan keyin shunga g'alaba qila oldik. Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik.